baribir o'zimizning bozorlar yaxshi ekan. Marketlarga kirib bir xillarda bor edi, boqdim bo'lmaydi. Kirib narsalar olsam, baribir bozordagidek lazzati, barakasi bo'lmaydi, bilasizlar. Mana baribir yana uzun kunlardan keyin yana o'zimizning bozorimizga keldim. Bugun zalga bormadim, lekin покупкалар qildim. Ozgina qulupni oldim. Завтракimizga nonushtaga bodring, pomidorlar, bu yoqda suzma bilan brinza, zelень и salfetkalar. Bo'ldi. Endi uylarni yig'ishtirish kerak. Kecha, yana keyin nima tuxumlar olib kelishdi bizga, damashniy. Shu yerda mahallamizdan topdik, damashniy tuxum sutlar sotadigan. Mana bitta sut qaynatib qo'yishim kerak. Kecha xo'jayinim nima qilgan ijodlari tozalash kerak. Shu yangi kunimiz xayrli bo'lsin. Charchamanglar. Buni havo mazza. Bunaqa havomizni juda sog'inardim Turkiyada. Ayniqsa kecha ham rosa shukr qilib o'tirganman, maza qilib har lahzalardan chuqur nafas olib, ozgina mana shunaqa yomg'irli, bulutli, lekin havomiz iliq, maza juda vatanimizning qadrini bilaylik. Xudoga shukr. Yana Turkiyadan narsalar zakaz qilishni boshladim. Zakazlarni olib keltirishni, bu safar klientlarim nima zakaz qilishdi. Bu birinchi marta emas. Mana shunaqa shampun bilan geli bor. Sochlarni to'kilmasligiga bu xullas укреплять qiladi bu sochlarni. To'kilishga qarshi juda ham yaxshi odzivlar ko'p zakaz qilishgan mana shundan. Buni bugun chiqaramiz xudo xolasa egasiga. Mana bunaqa kofelar. Chiboniki apparat kofe bo'lsa kerak bu. Mana bitta 10 ta. Shunaqa har xil vkusli. Bu boshqacha mana yana bir korobka. Endi bularni kargo qilib yuborish kerak bugun. Sizlarga ham Turkiyadan bu narsa kerak bo'lsa, menga aloqaga chiqsanglar, olib keltirib beraman. Taniski sotamiz. Ahsan maktabda o'g'lim Erjonimni olib mana shu yerga keldik. Tinch, mazza, havosi zo'r. Bugun bog'chadan, maktablardan ko'p bolajonlar keldi. Bolalarni menimcha olib sizlar ham kelinglar. Velosipedlarni ham olib kelinglar. Chunki hozir yo'q ekan velosiped prokati. Şu kimin ayağı? Şu kimin ayağı? Dinozor. Dinozor olmaz mı? Идем. Ай. Ручки есть. Берем. Только колючки не выйдем. А такой мой дома. Qaytishda ko'chatchalarim uchun mana shunaqa universalniy sitruslar uchun grunt oldim и mana bu nima piramidmi shunaqa narsa bor ekan, shunaqa oldim. Limon bilan apelsin yo'q, mandalinlarni danachalari bor edi. Bola bilan kelinglar ekib ko'ramiz dedik va oddiy yerga ekkanimda mana shunaqa chiqishdi. Faqat bular oddiy yerda o'sish qiyin ekan. Mana bitta reanimatsiya bo'limimiz.
Bu yoqda becharalar men вообще surpriz bo'lib chiqdi. Ekib qo'ydim, tagida yotgan ekan. Endi mana tepaga chiqarib qo'ydim. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketar. Mana juda qiynaldi oddiy yerda o'sishga. Mana endi xudo xolasa bular yaxshi bo'lib mana shunaqa og'aynilariga o'xshab bu ham o'sib ketadi degan umiddaman. Mana hozir bularni hammasini mana bu yerga joy qilib olib, bu ortib qolgani shunaqa ekib qo'ydik. Endi bular faqat surpriz, limonmi, mandalinmi bilmaymiz. Только не сломай, зайчик, хорошо? Все трогать. Hangi bölümü? Bugun esa zooparkdamiz. Erimga zooparkimiz juda ham yoqdi. Chunki nima deydilar, hali bunaqa yaqindan ko'rmaganman hayvonlarni deydilar. Turkiyada ham hayvonot bog'chalari bor, faqat bunaqa juda yaqindan ko'ra olmaysizlar u yoqda. Особенно Gaziantepda, xo'jayinim yurtida eng katta hayvonot bog'chasi bor, dunyoning eng kattalaridan biri. Aylanib yuribmiz, havo mazza, odam juda ham ko'p. Kelinglar sizda ham bizani chiroyli hayvonot bog'chamizga. Putri. Az sen gel seni çıkardım bizim. Aksini kendisiyle de verebilirsin. Amanin, Putri'ne bakın, Putri. Alparslan'a da kalsınlar. İkişer tane de Alparslan'ın hakkı babası. Bir tane yaptın, hayır 2 tane. 2 tane verdin Ahsen. Annen de verici ya. Putri. Korkma Alparslan, ver. Yok yok Ver anneciğim. Ver. Bak oğlum bu karışma abi. Alparslan, видишь, какой огромный слон? Alparslan gel. Какой огромный Alparslan. Классно. Alparslan. Что это? Что это?